Assalomu alaykum. Bugungi mavzuimiz 7-chi juft bosh miya nervi nervus facialis va uning o'zaklarini ko'rib chiqamiz. Demak, yuz nervini, nervus facialisni o'zaklari joylashgan joy, demak bizda miya ko'prigida joylashgan bo'ladi. Miya ko'prigini, demak, orqa qismida kulrang modda bo'lib, kulrang moddada 5-chi juft o'sha bosh miya nervidan 8-chi juftgacha bo'lgan bosh miya nervlarining o'zaklari yotadi va aynan shu yerda bizlarga muhim bo'lgani bugungi o'sha 7-chi o'sha juft bosh miya nervi, ya'ni nervus facialis, yuz nervining demak o'zagi yotar ekan. Endi yuz nervini umumiy olganda 3 ta o'zagi bor. Birinchisi harakat o'zagi, motorika, ya'ni yuzimizda joylashgan barcha mimika muskullarini faoliyatini boshqaradi. Ikkinchisini oladigan bo'lsak, lingualis, tilimizga boradi va tilni 3 dan 2 qismida ta'm sezishda ishtirok etadi. Uchinchisi esa o'sha so'lak ajralishiga ta'sir ko'rsatadi. Bu aralash, ya'ni vegetativ o'zagi deb aytiladi. Demak, bizlarda bu o'zak og'iz bo'shlig'ida, burunda va ko'zda joylashgan o'sha suyuqlik ishlab chiqaradigan o'sha yo'lma so'lak ishlab chiqaradigan bezlarni faoliyatini boshqaradi. Shuni har birini ko'rib chiqamiz. Endi nerv tizimini o'rganayotgan vaqtimizda har doim qizil rang bilan berilgan chiziq, liniyani ko'radigan bo'lsak, bu harakatni bildiradi. Demak, harakatni o'tkazuvchi yo'li yo harakatni o'zagi agar yashil rang bilan beradigan bo'lsa, bu demak o'zi bildiradi vegetativ nerv sistemasiga bog'liq bo'lgan parasimpatik yoki o'sha simpatik yo'l bilan boshqariladigan nerv tizimi, ya'ni o'sha aralash nerv hisoblanadi. Bizda bu yerda parasimpatik nerv ko'k rang bilan berilgani odatda bu harakatlantiruvchi, sezuvchi, harakatlantiruvchi o'sha teskari, ya'ni sezuvchi, o'tkazuvchi yo'llarni tushunishimiz kerak bo'ladi. Gap sezuvchi, o'tkazuvchi yo'llar haqida ketayotgan bo'ladi. Endi birinchi oladigan bo'lsak, qizil rang bilan berilgan birinchi chiziqqa e'tibor beramiz. Demak, bu yerda o'sha miya ko'prigida kulrang modda qismida orqa tarafda ko'rishimiz mumkin nukleus facialis joylashadi va nukleus facialis joylashgan joyida o'sha ponus, miya ko'prigida colliculus facialis o'sha demak bizlarda bo'ladi. Mana shu demak yuz nervining do'mbog'ini ko'rishimiz mumkin. O'sha tepaligini shu tepalikning ichida joylashadi va uning markazida 6-chi juft bosh miya nervi, ya'ni nervus abducens, ko'zni demak uzoqlashtiruvchi nerv joylashadi, markazda joylashgan nukleus o'shaning o'zagi joylashadi. Demak, 6-chi juft bosh miya nervini va uni o'rab oladi, aylanib, ya'ni aylanib o'tadi yuz nervi, nervus facialis va bizda o'sha miya ko'prigida, o'sha bosh miyani, o'sha miya ko'prigidan boshlanib o'zagi miyaning ichki tarafida, demak bu birinchi to'g'ri boradi chakka suyagiga, ya'ni os temporalisga. Bizlar bilamiz, chakka suyagida demak kanallar mavjud, demak kanallarimiz mavjud va bu kanal orqali demak bizlar o'sha yuz nervimiz, bizlar bilamiz, porus acousticus interna, ichki quloq demak eshituv yo'li yo teshigi orqali o'sha chakkaga kiradi va chakkadan demak tashqariga, ya'ni kalladan tashqariga chiqadida yuzdagi muskullarga boradi. Bir boshdan ko'rib chiqamiz. Demak, bizlarda miya ko'prigidan boshlangan nerv chakka suyagini ichiga porus acousticus demak internus orqali kiradi. Porus acousticus internus orqali kiradi va demak o'sha chakka suyagining ichida ikkita egrilikni hosil qiladi, ikkita egrilikni hosil qiladi va pastga tomon yo'nalib bizlarda foramen demak ular stylomastoideus orqali tashqariga chiqadi va o'sha quloqning oldingi qismi tomonga qarab yo'naladi, ya'ni kalla suyagining ichidan tashqariga chiqadi va bizlarda o'sha bigizsimon va so'rg'ichsimon teshik orqali tashqariga chiqib, demak harakatlantiruvchi shoxlarni hosil qiladi. Yuz sohasiga, quloqning oldingi qismiga o'tadi va demak quloqning oldida glandula parotoidea, quloq oldi bezi sohasiga yetganda 5 ta tarmoq hosil qiladi va bu bizlarda katta g'oz-panja deb aytiladi. Katta g'oz-panja chunki 5 ta demak shoxlarni hosil qiladi. Bu 5 ta shox demak katta g'oz-panjani oladigan bo'lsak, birinchisi ramus temporalis, chakka demak shoxi, ikkinchisi ramus demak bizlarda zigamaticus, yanoq shoxi, uchinchisi ramus buccalis ko'rib turibmiz, ya'ni bizlarda lunch shoxi,
to'rtinchisi ramus marginalis mandibula, ya'ni pastki jag'ning qirrasining shoxi qirg'og'ini va oxirgi beshinchisi bo'yinning pastki tomoniga qarab ketadi. Buni biz bemalol qo'l orqali ham ko'rsatishimiz mumkin. Ya'ni katta g'oz panja birinchisi demak chakkaga ketsa, ikkinchisi demak yanoqqa ketadi, uchinchisi demak bizda bo'lyapti lunjga, to'rtinchisi demak bizlarda pastki jag'ning qirg'og'iga ketyapti, beshinchisi hozir ko'rganimizdek bo'yinga qarab yo'nalyapti. Bo'yinga ramus cervicalis deyiladi, ya'ni bo'yin shoxi deyiladi va bu bo'yin shoxi bizlarda bo'yinning teri osti muskulini musculus demak bizlarda o'sha platsimani bo'yinning teri osti muskulini innervatsiyasida ishtirok etadi. Qolgan shoxlarini barchasi o'zi yetib borgan sohadagi demak mimika muskullari o'sha bizlar bilamiz. Demak yanoq sohasini oladigan bo'lsak, bu yerda demak nima bo'lyapti? Yanoqning katta muskuli, yanoqning kichik muskuli bor edi, mimika muskullaridan va o'sha yanoq sohasida joylashgan ko'zni o'rab oluvchi muskuli bor. Demak agar o'rta shoxini olayotgan bo'lsak, ramus buccalisni lunj mushaklarini demak harakatlantirish uchun innervatsiya, ramus marginalis mandibula bo'lsa o'sha pastki jag' sohasida joylashgan pastki jag'ni demak og'izni pastga tortuvchi yo bo'lmasam o'sha depressor muskullarimiz bor, og'izni chetini pastga tortuvchi, og'izning aynan shu sohada joylashgan muskullarni innervatsiya qiladi. Faqat bu yerda bitta farqli tomoni ramus temporalis, ya'ni chakka shoxi chakka sohasiga borib, ya'ni o'sha musculus temporalisni innervatsiya qilmaydi, demak boshqarmaydi, chunki chakka mushagini, ya'ni o'zi chakka muskuli bizlarda mushagi chaynov muskuli hisoblanadi, ya'ni bizlarda bu musculus masseterga kiradi, chaynov muskuliga. Uni faoliyatini uch shoxli nervning demak harakatlantiruvchi shoxi demak innervatsiya qiladi. Bu yerda demak o'sha ramus temporalis o'zini yaqin joylashgan sohasidagi mimika mushaklarini demak innervatsiya qiladi. Ko'rib o'tganimizdek, demak 5 ta g'oz panjani ko'rishimiz mumkin. O'sha katta g'oz panjani hosil qilgan 5 ta shoxini ko'rishimiz mumkin. Biroz orqaroqda, pastroqqa tushadigan bo'lsak, quloqning orqa tomoniga ketayotgan nervus auricularis posterior bor, quloqning orqa nervi bor. Quloqning orqa tomoniga o'tib, qulog'imizni harakatga keltiruvchi demak bizlarda musculus auricularis posterior, musculus auricularis superior va musculus auricularis anterior bor. O'zini sohasida joylashgan quloqning orqa muskulini innervatsiya qiladi. Buni rivojlangan innervatsiyasini biz bilishimiz mumkin. Masalan, qulog'ini qimirlata oladigan odamlarda yaxshi rivojlangan va qulog'ini o'sha agar ko'p harakatlantirmagan bo'lsa, bu demak nerv yaxshi rivojlanmagan, kuchsiz rivojlangan hisoblanadi. Keyingisi xuddi shu nervning pastki tomoniga qarab ketayotgan ramus digastricus nervi bor, shoxi bor. Ramus digastricus o'zi nomidan ma'lum, pastki jag'imizda joylashgan musculus digastricus, ya'ni ikki shoxli mushagimizni faoliyatini boshqarish asosiy vazifasi, lekin u ham ikkiga bo'linib ketadi-da. Oldingi shoxi ramus demak digastricus ikki shoxli muskulni harakatga keltirsa, demak ikki shoxli muskulimiz bizlarda ikki qorinchali muskulimiz digastricus bizlar bilamiz, ikkita qorinchasi bor, demak ventr anterior, ventr posterior. Oldingi shoxchasi pastki jag'imizni demak fossa digastricusga, mandibulani fossa digastricusga biriksa, ikkinchi shox uchi keladida, demak bizlarga birikyapti os hiloideus til osti suyagiga, orqa shoxi esa os hiloideusdan boshlanib demak kalla suyagiga qarab birikadi. Demak bu yerda mana shu muskulni innervatsiya qiladigan demak shoxi va ikkinchi shoxi musculus stela hiloideus mushagini demak innervatsiya qiladi va oxirgi shoxchasi qoldi, o'sha katta g'oz panja, demak quloqning orqa shoxi va ikki qorinchali muskulning shoxidan tashqari bitta o'sha chakkaning ichiga kirgan vaqtida o'sha temporalisning ichki qismida bizlarda bo'ladi nervus stapediusni hosil qiladi. Bu oxirgi eng kichik bo'lgan demak innervatsiya qiladigan shox hisoblanadi. O'sha quloqning ichki tomonida o'sha musculus stapedius bor. Bizlarda o'sha quloqning ichki, quloqni hosil qilayotgan o'sha joylashgan mushaklarni demak o'zida uzangi, bolg'acha yoki sandonchani harakatga keltiruvchi demak muskullarimizni harakatlantirar ekan. Mana shu qismi bilan bizlar demak harakatlantiruvchi o'sha yuz nervini, ya'ni nervus facialisni
yettinchi juft bosh miya nervini demak harakatlantiruvchi shoxini tugatamiz. Endi ikkinchi shoxi bu sezuvchi shox deb aytamiz. Buning o'zagi demak nucleus tractus solitarius deyiladi. Ya'ni bu ham xuddi o'sha miya ko'prigini orqa kulrang modda qismida joylashgan bo'ladi va o'sha suyak kalla suyagining ichiga porus acousticus interna quloqning ichki teshigi orqali kiradi. Bu ham xuddi o'sha holatda ikkita egrilik hosil qiladi va bu yerda gangliya qo'shimcha demak tugunni ham hosil qiladi, nerv tugunini va chakka suyagidan chiqqandan keyin demak bu yerda nervus lingualisni hosil qiladi, til nervini va til sohasiga boryapti va til sohasida tilning 3dan 2 qismida sezuvchanlikni demak bizlarda beradi, o'sha tam sezishga xizmat qiladi. Bu yerda yana bitta narsani e'tiborga olib ketgan, demak bizlarda foramen ovaledan chiqadigan 3 shoxli nervning, ya'ni nervus mandibularis bilan chiqadigan 3 ramus mandibularis bilan chiqadigan demak 3 shoxli nervni o'sha nervus lingualisi bor, tilga keladigan ikkalasi birgalikda demak tilda tam sezishga xizmat qiladi. Demak biz ikkinchi sezuvchi shoxini ham o'rgandik, oxirgisi qoldi. Bu vegetativ, ya'ni parasimpatik yo'l bilan demak o'sha og'izda joylashgan so'lak bezlari burun va ko'zdagi demak yosh ajratuvchi bezlarni faoliyatini boshqaradi. Buni ham o'zagi demak miya ko'prigida joylashyapti. Nukleus demak solitarius superior yuqoriga demak bizga ko'ra so'lak, o'sha yuqorgi so'lak o'zagi deb aytamiz, yuqorgisi va bu ham demak miya ko'prigidan chiqqandan keyin porus acousticus interna ichki eshituv demak teshigi yoki yo'li orqali demak chakka suyagining ichiga kiradi va ikkita tizza hosil qiladi. Birinchi tizza o'sha ikkita egrilik, birinchi egrilik hosil qilayotgan vaqtida e'tiborli bo'lamiz, ikkiga bo'linib ketadi va yuqoriga qarab chiqayotganda chakka suyagining yuqorgi yuzasida yotgan hiatus canalis nervus petrosus major bor edi, ya'ni o'sha katta toshsimon nerv kanalining yorig'i bor. Mana shu yoriq orqali demak kalla suyagidan demak o'sha tashqi tomonga chiqadi, o'sha chakka suyagidan tashqariga va bizlarda nervus demak bizlarda petrosus majorni katta toshsimon nervni hosil qilib beradi. Katta toshsimon nerv demak yuzda o'sha chakka sohasigacha yuqorgi qismi yuz demak ko'zini oldingi qismigacha davom etib boradi va o'sha paroteyda ya'ni yuqorgi qismida mana ko'rib turibmiz glandula pterygopalatinalis hosil qiladi, ya'ni tugunini hosil qiladi. Demak bizlarda qanotsimon va tanglay o'zagini demak tugunini hosil qiladi va bu yerdan 3 ta shox bo'lgan hosil qilib demak birinchisi fissura orbitalis inferior ko'zning pastki yorig'i orqali ko'z sohasiga o'tadi va glandula lacrimalisni ya'ni ko'z yosh bezini innervatsiya qiladi. Ikkinchi shoxi ham demak burun sohasiga o'tadi. Bu ham demak foramen sphena palatinalis orqali demak burun sohasiga o'tadi va burunni ichida ya'ni o'sha burunning shilliq qavatini ostida joylashgan o'sha bezlarni o'sha suyuqlik ishlab chiqaradigan bezlarni faoliyatini boshqaradi. Uchinchi shoxi esa pastki o'sha glandula pterygopalatinalisdan boshlangan. Uchinchi shoxi bizlarda canalis palatinalis major va canalis incisivalis kesuvchi kanal va o'sha tanglayda joylashgan kanal orqali demak o'sha yuqorgi qattiq tanglay sohasiga o'tadi va qattiq tanglayda joylashgan suyuqlik ishlab chiqaradigan bezlarni faoliyatini boshqaradi. Ya'ni bundan kelib chiqadiki, katta toshsimon nerv bizlarda ko'zni doimiy ravishda namlanib turishi, burunni doimiy ravishda namlanib turishi va og'iz bo'shlig'ini doimiy ravishda namlanib turishiga javob beradi. Va bu yerda ko'rishimiz mumkin, agar faoliyati buzilsa, bizlarda o'sha ko'z qurishi, burunning ichki qismi va og'izda qurish kabi demak nojo'ya holatlarni kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Endi ikkinchi shoxi bizlarda xuddi shu hozir ko'rayotganimiz, ya'ni o'sha so'lak ajratuvchi o'zagining o'sha yuqorgi o'zagini demak ikkinchi shoxi pastga qarab yo'naladi va til nervi bilan birgalikda demak chakka suyagidan tashqariga chiqadida nervus horda timpanini hosil qilib beradi. Nervus horda timpanini hosil qilib beradi va bu yerda endi u ikkiga ajralib ketadida, ikkita
ya'ni til osti va pastki jag' ostida joylashgan, demak jag' osti so'lak bezlarini faoliyatini boshqaradi. Ya'ni glandula sublingualis va glandula submandibularisni faoliyatini boshqaradi. Bu degani demak odam ixtiyoriga bog'liq emas, vegetativ yo'l bilan avtonom tizim orqali parasimpatik yo'l bilan bir vaqtning o'zida demak ko'zni namligini ta'minlab turadigan bezlarni, burunning shilliq qavatini, og'izda demak ichida shu yuqori tanglayda joylashgan suyuqlik ishlab chiqaradigan bezlarni, til osti so'lak bezini va jag' osti so'lak bezlarini faoliyatini ko'rib turganimizdek, demak 5-juft bosh miya nervi, ya'ni nervus facialis boshqarar ekan. Endi bundan umumiy kelib chiqishida oladigan bo'lsak, agar nervus facialisning faoliyati buzilsa, ko'rib turibmizki, demak birinchi o'rinda yuzda joylashgan qaysi tarafdagi shamollaganiga qarab, o'sha zararlanganiga qarab, o'sha sohadagi mimika muskullarining faoliyati buziladi va bir tarafda emotsional holatni ko'rsatadigan, demak mimika muskullaridagi harakatlarni ko'rsatib bera oladi. Ikkinchi tomon xuddi niqob kiygandek o'sha bir xil, ya'ni emotsiya, hech qanday emotsiya ko'rsatmaydigan holatda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu nervus facialisning asosiy mohiyati, vazifasi bu yerda harakatlantirish. Birinchi o'rindagi asosiy vazifasi demak harakatlantirish shoxlari, ya'ni o'sha mimika muskullarini harakatlantirish hisoblanadi. Yoki bo'lmasam hozir boya aytib o'tganimizdek, demak qolgan nojo'ya harakatlarni ko'zda, burunda va og'izda ham o'sha qurib ketishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi faoliyati buzilganda. Mana bu qisqacha ma'lumot beraman. Demak bizlarda tonus miya ko'prigi ko'rib turibmiz. Miya ko'prigini demak orqa tarafi, oldingi tarafi miya ko'prigi bizlar bilamiz, miyacha bilan bizlarda bo'ladi pedunculus cerebellaris mediali o'rta miyacha oyoqchasi bilan demak o'sha miyacha bilan bog'lanadi. O'rtasidagi demak korpus trapezium, trapetsiyasimon tana, ya'ni o'sha keyinchalik o'sha oldin o'tilgan mavzulardan ma'lum, ya'ni o'sha korpus trapeziumda eshituv demak bizlarda o'zaklaridan kelayotgan demak tolalar o'tar ekan, bosh miyaga qarab yo'naladi. Demak bugungi mavzumizda biz yuz nervi, 7-juft bosh miya nervi, nervus facialisning 3 ta o'zagini va u boshqaradigan demak yuzdagi mimika mushaklari va so'lak bezlarini ko'rib chiqdik, o'rgandik.